Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Bugun 13-may 2025-yil. Biz hozir Toshkent viloyatidamiz. Olmazorda sonamizga Sinjeta kompaniyasining Hilux bodring duraglari tajriba uchun ekilgan edi. Shu gibridimizni ekkan dehqon bilan o'zlaridan ikki og'iz shu gibridimiz haqida ma'lumot olamiz. Assalomu alaykum Mahmud aka. Va alaykum assalom. Hormanglar, yaxshimisizlar? Sog'liklar yaxshimi? Rahmat. Hormang Mahmud aka. Mahmud aka, mana shu Hilux bodring haqida qachon ekkansiz? Yutuq kamchiliklar haqida bir obunachilarimizga ikki og'iz ma'lumot bersangiz. Mayli. Buni bizlar yanvarda oxiri, fevralda boshida urug'ini tashlaganmiz. Ko'chat tayyor bo'lgandan keyin taxminan 8-martlarda yerga o'tkazdik ko'chatlarni. Mana endi undan keyin ishlov berganimizdan keyin bodring hosilga kirgan payti mana xudo xolasa juda yaxshi o'zini ko'rsatdi. Ser hosil. Menimcha tomir sistemasi juda baquvvatligi uchun o'sish darajasi ham juda tezlashib ketdi. Keyin nima desak ekan, o'zimizning bozorga juda dehqonbob nimasi ham. Mevalar ko'rinishi haqiqatan sizda chiroyli bo'libdi, mevalari. 16-18 santimetrli, chiroyli bo'libdi. Shunda bozorda ham suyib olishyapti. Shu navni. O'zingiz dehqonlarga tavsiya bera olasizmi shu gibrid ekishni kelasi mavsumlarda? Mana shu iloji bo'lsa shu davdan eksalaringiz baraka topasizlar, xudo xolasa. Qo'rqmasdan eksa bo'ladi. Bu tajribadan o'tdi bu bodring. Yana bir karra tomosha qilsalaring bo'ladi. Hosildorligi, boyaga baquvvatligi juda yaxshi. Bizga yoqdi. Rahmat Mahmud aka, charchamang.